onasining bir xonalik kichik ijara uyini oshxonasida yashamoqda. Eng achinarlisi Mohichehra bu qizaloqning qo'li qiyshayib qolgan. Og'riqdan kechalari yig'lab chiqadi. Bukalmaydi, bu qo'lisi bukaladi, bu qo'lisi bukalmaydi. Mohinur esa onasining og'ir mehnatiga qarab hayotning adolatsizligini his qilmoqda. Bilol u hali juda yosh, hayotning qiyinchiliklarini tushunmaydi, lekin ko'pincha och qolib ketadi. Mahalladagilar ham bu oilani haqqoniy yordamga muhtoj deb e'tirof etishdi. Necha yillardan beri shu ko'chada yuraman. Bironta uy joyim yo'q. Murojaat qilgan joylarim bo'ldi. Birontasi ko'rib yordam bermagan. Sovuq joylarda yotdim, muzurxonalarda yotdim shu chaqalog'im bilan. Azizlar, biz Ramazon oyida saxovatli bo'lishga, yaxshilik qilishga intilamiz. Keling bu oilaga yangi uy, yangi hayot tuhfa qilaylik. Bizning har bir kichik ehsonimiz bu bolajonlarning hayotini yengillashtirishi mumkin. Videoga like bosing.